Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari hamda kanalimiz a'zolari. Mana bir yana traktorga ulab ishlatiladigan quruq tuproqqa moslangan mini g'iz zavodimizni sizlarga obzor qilyapmiz. Bu stanogimiz blok razmerdagi g'ishtni chiqaradi. Mana bu quruq tuproqni o'zi loy qilib aralashtirib chiqaradigan bu instrumentlari, qo'shimcha instrumentlari bor ichida hozir. Stanogimiz mana tepada reduktori bor, pastda reduktori bor. Bu loyni bosib beradigan barabanlar joylangan. Ikkita balonli bemalol ko'chirib yurib ishlatilsa bo'ladi. Bunda hozir mana qo'shimcha 3 ta aravasi bor buni. Mana bu joyda lentasi bor mana. Bu stanogimiz Samarqand viloyati Urgut tumaniga ketyapti. Ilgari bu stanogni hozirgi oladigan ukamizga ilgari ham bir stanok tayyorlab berganmiz. Bu ikkinchi stanogimiz. Kimga shunday stanoklar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi. E'tiborlaring uchun rahmat.